Diqqat xalq, tezkor xabar. Ertaga 17 avgust kuni O'zbekiston hududlarida qanday havo bo'ladi? Ertaga 17 avgust kuni O'zbekiston hududlarida asosan ochiq va quyoshli ob-havo kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Mamlakatning asosiy hududlari bo'yicha ertangi ob-havo prognozi. Toshkent shahri kunduzi havo harorati 36-37 darajagacha ko'tariladi, kechasi esa 20-23 daraja atrofida iliq bo'ladi. Shamol tezligi 3-5 metr sekund tezlikni tashkil qiladi. Markaziy va janubiy viloyatlar Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qarshi, Termiz. Kunduzi havo issiq bo'ladi, harorat 37-40 darajagacha yetadi. Janubiy hududlar Termiz biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi Andijon, Namangan, Farg'ona. Kun davomida ochiq havo va harorat 34-36 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Shimoliy hududlar Qoraqalpog'iston va Xorazmda esa kunduzgi harorat 35-38 daraja atrofida bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli barcha hududlarda 0% ni tashkil qiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.